Tabiiyki, kuzatuvchilar grammatika darslarini grammatikaning punktuatsiya bo'limi, ya'ni tinish belgilari bo'yicha mavzularimizni davom ettiramiz. Demak, bu ikonkadan ko'rganingizdek, bugungi mavzumiz 2 nuqta. 2 nuqtaning qay o'rinlarda ishlatilishi va testlar tahlili. Boshladik. Avvalo videoga like bosib qo'yish va kanalga obuna bo'lish yodingizdan chiqmasin va mana shunday foydali darslarni doimiy YouTube sizga tavsiya qilib boradi. Ya'ni birinchilardan bo'lib darslarni ko'rish imkoniga ega bo'lasiz. Boshladik. Birinchi qoidamiz uyushuq bo'laklardan oldin qo'llangan umumlashtiruvchi so'zdan keyin. Uyushuq bo'laklar nima edi? Oldingi videoni, ya'ni vergul mavzusi bo'yicha videoni ko'rgan bo'lsangiz, uyushuq bo'laklar haqida yaxshigina tasavvurga ega bo'lgansiz. Bu uyushuq bo'laklar gapdagi 2 yoki undan ortiq shunday so'zki, so'rog'i bir xil bo'ladi, qo'shimchalari bir xil bo'ladi va bir xil gap bo'lagi vazifasida keladi. Umumlashtiruvchi so'z nima? Bu ham xuddi uyushuq bo'laklar kabi so'roqlarga javob bo'ladi va ularning ma'nosini o'z nomi bilan umumlashtiradi, ya'ni jamlab ifodalaydi. E'tibor beramiz. Ichkaridagilar chaqaloqning ota-onasi, opa-ukalari, Shavkatning ikkita sherigi ham qulab tushgan tom tagida qolib ketdi. Mana ichkaridagilar so'zi bu yerda ota-ona, opa-akalar, sherik degan so'zlarning hammasini jamlab ifodalayapti. Shu uchun bu umumlashtiruvchi so'z deyiladi. Undan keyin 2 nuqta qo'yilgan. Ikkinchi qoidamiz ba'zan uyushuq bo'laklarni alohida ta'kidlash maqsadi bilan ular gapdan tashqariga chiqariladi. Bunday hollarda bevosita umumlashtiruvchi so'zdan keyin emas, balki asosiy gapdan keyin 2 nuqta qo'yiladi. O'sha uyushuq bo'laklar va umumlashtiruvchi so'z munosabatida ikkinchi bir holat. Gapga e'tibor beramiz. Lekin undan qimmatli narsalar ham bor. Obro', vijdon, aql, madaniyat. Demak, bu yerda aslida umumlashtiruvchi so'z qimmatli narsalar, lekin uyushuq bo'laklar ta'kidlash maqsadi bilan gap oxiriga ko'chirilyapti va o'shanda uyushuq bo'laklardan oldin qo'yiladi. Baribir e'tibor beramiz. Umumlashtiruvchi bo'lak gapning o'rtasida qolib ketgan bo'lsa ham, undan keyin hech bir tinish belgisi qo'yilmayapti. Uyushuq bo'laklar gapning oxiriga surilyapti va ulardan oldin 2 nuqta qo'yilyapti. Uchinchi qoidaga o'tamiz. Bog'lovchisiz qo'shma gap qismlari orasida izohlash sabab munosabatlari bo'lsa, birinchi gapdan keyin 2 nuqta qo'yiladi. Qo'shma gaplarimizning 3 ta turi bor edi: bog'langan, ergashgan va bog'lovchisiz. Bog'lovchisiz qo'shma gap qismlari orasida vergul, 2 nuqta, tire, nuqtali vergul tinish belgilari qo'yilardi. 2 nuqta esa izohlash va sabab munosabatlari mavjud bo'lganda qo'yiladi. Izohlash bu butun bir gap mazmunini bo'lishi mumkin yoki o'sha gap tarkibidagi birgina so'zning ma'nosini izohlash mumkin. Gaplarga e'tibor beramiz. Militsiyaga bir narsa qorong'i edi. U tasodifan tushib ketganmi yo o'zini tashlaganmi? Demak, birinchi gap militsiyaga bir narsa qorong'i edi. Mana shu gapdagi bir narsa so'zining izohi ikkinchi gap hisoblanadi. U tasodifan tushib ketganmi yo o'zini tashlaganmi? Izohlash munosabati mavjud, shu uchun 2 nuqta qo'yilgan. Ikkinchi gapga e'tibor beramiz. Omon ovchining ov sarguzashtlari ko'plarni qiziqtirardi. Ko'plar hikoya eshitish uchun kelardi. Bu yerda qanaqa munosabat bor? Sabab munosabati bor. Qiziqtirardi. Shuning uchun ko'plar hikoya eshitish uchun kelardi degan. Shuning uchun birikmasini bu ko'makchilik qurilma deyilardi. Sintaksisda qo'yish mumkin. Aslida chunkiga o'xshash, ya'ni sabab bog'lovchisiga o'xshash vazifani bajaradi. Endi 4-qoidaga o'tsak bo'ladi. Ko'chirma gapli qo'shma gapda muallif gapidan so'ng 2 nuqta qo'yiladi. Birovning aynan keltirgan gapi bu ko'chirma gap hisoblanar edi. Namunaga e'tibor beramiz. Muhammad chirog'i dodxoh dedi. Demak, muallif gapi tugayapti, 2 nuqta qo'yilib, ko'chirma gap boshlanyapti. 5 yil avval Samarqandda Bohi Behishт mehmonxonasida ham xuddi shunday voqea yuz bergandi. Demak,
ko'chirma gapdan oldin va muallif gapdan keyin o'rtada 2 nuqta qo'yiladi. Umumiy qoidalarimiz mana shulardan iborat edi. Endi test tahliliga o'tsak bo'ladi. Testlarni boshlashdan oldin sizga ogohlantirish bo'ladiki, test oynasi ko'rinishi bilan ekranni to'xtatib, videoni testni ishlab olib, ana undan keyin tahlilni eshitsangiz har tomonlama foydali bo'ladi. Boshladik. Ishlab olishingiz mumkin. Ishlab bo'lgan bo'lsangiz, biz tahlilda davom etamiz. Demak, bu namunadagi test milliy sertifikat imtihonlarida tushadi. Savol sharti shunday: 2 nuqta bir xil punktuatsion qoida asosida qo'yilgan gaplarni aniqlang. Demak, biz 2 nuqta bo'yicha 4 ta punktuatsion qoidani ko'rib chiqqan edik. Birinchi gap: erkak kishi o'zi shunaqa, bir kun uyda bo'lsa, 10 kun ko'chada. Demak, bu yerda shunaqa degan kesim bor, uyda bo'lsa degan kesim bor, ko'chada degan kesim bor. Demak, bu ikkita ham emas, o'zi aslida bu yerda 3 ta gap bor. Demak, bularning birinchi va ikkinchisi o'zaro hech qanday bog'lovchi vositasi yo'q, alohida shakllangan kesimlar. Demak, shunaqa ekanligining izohi bo'lib kelyapti ikkinchi va uchinchi gap. Ya'ni bog'lovchisiz qo'shma gap qismlari orasiga 2 nuqta qo'yilgan. Birinchi gap. Ikkinchi gap: erkak zotining bari bir xil. Amerikada ham, o'sha Afg'onida ham. Bu yerda esa bir xil degan kesim bor, lekin Amerikada ham, o'sha Afg'onida ham degan uyushuq bo'laklar bor. Bular kesim sifatida shakllanmagan, bog'lamasi yo'q. Bular mana bu gapdagi hamma joyda degan umumlashtiruvchi bo'lakning uyushuqlari. Ta'kidlash uchun umumlashtiruvchi bo'lak yo'q. Uyushuq bo'lak gap oxiriga ko'chirilgan. Shu uchun ikkinchi gapda uyushuq bo'lak va umumlashtiruvchi bo'lak orasida qo'yilgan. Uchinchisi: chiqib keldilar qator Dante, Schiller va Bayron, Firdavsiy, Balzak, Tagor. Demak, uyushuq bo'laklar Dantedan to Tagorgacha. Demak, bu yerda kim chiqib keldi? Hamma degan so'zimiz, ya'ni umumlashtiruvchi bo'lagimiz tushirilgan, uyushuq bo'laklarga oxiriga ko'chirilgan ta'kidlash uchun va gapdan keyin 2 nuqta qo'yilgan. Uchinchi gapimiz va ikkinchi gapimizning grammatik qoidasi, punktuatsion qoidasi bir xil ekan. 4 ta 5 ni ham ko'rib qo'yamiz. Demak, bizda to'g'ri javob o'zi B ning to'g'ri ekanligi aniq bo'ldi. 4. Soat 12 da institutda bo'lishim kerak. Darsim bor. Demak, bu demak, bo'lishim kerak degan kesim, bor degan kesim, darsim degan ega, men degan egasi yo'q birinchi gapning. Ikkita gap bog'lovchisiz qo'shma gap qismlari o'rtasida ishlatilyapti. Chunki darsim bor, o'rtada sabab munosabati bor. Bog'lovchisiz qo'shma gap qismlari orasida qo'yilgan 4 ta. Beshinchisi: Alisher Navoiy Binoyiday bo'lib qoldi deb javob berdi. Demak, Navoiydan keyin 2 nuqta, ya'ni muallif gapi, ko'chirma gap va yana muallif gapi. Muallif va ko'chirma gap qismlari orasiga 2 nuqta qo'yilgan. Demak, bu yuqoridagi hech bir gap bilan mos tushmaydi. To'g'ri javobimiz B. To'g'ri javob bergan bo'lsangiz, tabriklayman. Keyingi testlarni ham astoydil bajaring. Keyingi testimiz ishlab bo'lgan bo'lsangiz, tahlilni boshladik. Biz qaysi tinish belgisi bilan bog'liq punktuatsion xatolik kuzatilgan? Bozorda bir kulol ko'rsatib hunar, demak, hunar ko'rsatib degan qo'shma fe'l va undan keyin vergul qo'yiladi, chunki ravishdoshdan keyin vergul qo'yish holatlari bor. Ikkinchi qatorga o'tamiz. Bir bo'lak xomloyni tepib pishitar. Gap tugadi, darak mazmuni nuqta qo'yilgan. Loy ingrab aytadi. Demak, bu yerda loy ingrab aytishi muallif gapi, undan keyin 2 nuqta qo'yilishi kerak edi. O'shanda ko'chirma gap boshlanar edi. Hoy, sekinroq deb. Hoydan keyin unda so'z bo'lgani uchun vergul qo'yilgan, sekinroq deb. Demak, gap tugagan uchun vergul qo'yilgan. Men ham kulol edim sendek. Gap tugayapti. Birodar undalma bo'lgani uchun oldi vergul qo'yilgan. Ko'chirma gapning qo'sh tirnog'i yopilib nuqta qo'yilgan. Demak, bu yerda 2 nuqta bilan bog'liq xatolik ro'y bergan. Aytadi so'zidan keyin 2 nuqta qo'yilishi zarur. 2 nuqta ekanligini topdingiz deb o'ylayman. O'rnini ham to'g'ri topgan bo'lsangiz, barakalla sizga. Ana endi 3-chi testni ishlaymiz. Attestatsiya imtihonlarida tushadigan test.
ishlab bo'lgan bo'lsangiz, biz tahlilini davom ettiramiz. Parchada qaysi tinish belgisi bilan bog'liq xatolik kuzatilmaydi? Demak, parchadagi barcha tinish belgilari olib qo'yilgan va mana bu ABCDdagi qaysidir tinish belgisi bu yerda qo'yilmaydi. Demak, 3 tasi qo'yiladi, bittasi qo'yilmaydi. O'rdak baliqqa der, oqib ketgan ob. Demak, o'rdak baliqqa der. Muallif gapi e'tibor bersak, 2 nuqta qo'yiladi. Demak, 2 nuqta. 2 nuqtadan keyin qo'sh tirnoq ochilardi. Demak, B javobini ham ola olmaymiz. Ko'chirma gap qo'sh tirnoq ichida beriladi. Oqib ketgan ob qaytib ariq yana bo'lurmi? Ko'lob. Demak, ko'lobdan keyin so'roq belgisi qo'yiladi. Bo'lurmidan keyin vergul qo'yiladi. Nega vergul qo'yiladi? Chunki bu yerda ariq va ko'lob so'zlar o'zaro uyushgan. Ya'ni ariq bo'ladimi, ko'lobmi deganday uyushgan. To'g'ri, mi ikkita takror qo'llanmagan yoki yo yo'q, lekin bular o'zaro uyushgan bo'lak. Ya'ni bu oqib ketgan ob bilamiz suv bu. Ariq bo'ladimi, ko'lob bo'ladimi? Chunki ko'lob kichkina ariqdan. Mana shu joyda vergul qo'yiladi. Demak, vergul ham to'g'ri ekan. 3-qatorga o'tamiz. Uldaydi menu sen bo'lurmiz kabob. Uldaydi 2 nuqta qo'sh tirnoq ochamiz. Menu sen bu yerda vergul qo'yilmaydi. Bo'lurmiz kabob. Bu yerda vergul qo'ysak ham bo'ladi, nuqta qo'ysak ham bo'ladi. So'ng ne foyda dunyo, daryomi sarob. Demak, daryomidan keyin yana vergul va sarobdan keyin so'roq belgisi. Demak, bu o'rinda C javobdagi tire tinish belgisi hech bir o'rinda qo'yilmas ekan. To'g'ri topgan bo'lsangiz, tabriklayman. Boshqa tinish belgilarining ham qo'yilish o'rinlarini tushundingiz deb o'ylayman. Shu bilan bugungi videomiz yakunlandi. Ko'rganingiz, sabringiz uchun rahmat. Albatta videoga like bosish va Kaminaning Telegramdagi Tilchi Furqat va YouTube'dagi mana shu ko'rib turgan kanalingiz, ya'ni Furqat Nizom kanaliga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bundan keyin ham ko'plab mavzularda qiziqarli, sodda va qisqa videolar chiqishda davom etadi nasib. Salomat bo'ling, o'qishdan, izlanishdan charchamang. Ilmingiz va ilmimiz ziyoda bo'lsin.